Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va la aqibatu lil muttaqin was salatu was salam ala khayri xalqi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ey Suroqa, agar seni ustingda, seni bo'laklaringda Kisroning bilak uzuklari bo'lsa qanday yarashar ekan? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu so'zlarni Suroqa ibn Malik roziyallohu anhu ga qaratar ekan. Suroqa ibn Malik roziyallohu anhu Quraysh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'ldirishlik niyatida Dorinamlarda to'plandi. Bu payg'ambarlikni 13-yili edi. Qurayshning kattalari yig'ilar ekan, Abu Jahl bu majlisga Banu Hoshim, Banu Abdul Muttolib va Banu Abdul Mannofdan bo'lgan biror bir kishini taklif qilmadi. Yoki Muhammad alayhisalomni yonini olishligi mumkin bo'lgan birorta bir kishini bu majlisga yaqin yo'latmadi. Tamomiy Rasulullohni dushmanlari bo'lgan kishilarni jamladi va Rasulullohni ishini hal qilishlikni o'rtaga tashladi. Shunday bir Dorinadvada to'planib turgan paytlarida eshikni bir kishi taqillatib qoldi. Kirishga ruxsat berildi. Bu najdlik bir oqsoqol. Ko'rinishda kirgan iblis edi. Bu majlisga iblis alayhillani shaxsan o'zi taklif berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni taqdirini hal qilishga maslahat bergan. Bu majlisda xilma-xil takliflar aytildi. Muhammadni jaziradan chiqarib tashlaydi deydi. Yo'q deb javob berdi Abu Jahl. Uni tarafdorlari yana topib olib kelishadi, yana da'vatni davom etadi. Ba'zilar aytdi Muhammadni qamab qo'yilib birga deydi. Yo'q, tarafdorlar kelib ajrab chiqib ketadi, yana boshlaydi dedi. Shunda Abu Jahl alayhillani har bir qabiladan 7 tani, 8 tani qabiladan bittadan kuchli, jur'atli, baquvvat yigitlardan tanlaymiz. Muhammadga 8 ta kishi teng nayza uradi va Muhammadning qabilasi qoni 8 ta urug'ga tarqab ketadi. Va Muhammadning urug'i Banu Hoshim 8 ta urug' bilan urushlikani toqat qila olmaydi. Iblis mana shu fikr. Hatto iblisda yo'q bo'lgan fikrlar Abu Jahlda bo'ldi. Quraysh mana shu ittifoq qildi, Rasulullohni ana shu hijrat qilib chiqib ketmoqchi bo'lgan tunida eshigini aytadi, mana shu 8 ta yoki 9 ta yigit nayza bilan turar edi. Ular tong otguncha turishdi. Tong otganda o'zlariga kelib qarashdi, boshlarida hammasida bir siqimdan qum bor edi. Hayron bo'lishib qoqishdi. Ichkariga kirib payg'ambarimizni chiqishligini kechasi bilan kutdi, lekin uzoq chiqmadi. Kirib yotgan payg'ambarimizni to'shagida yotgan kishini shunday o'ldirmoqchi bo'lib nayzani sayish uchun ko'rpani ko'targanda Ali ibn Abi Talib yotgan edi. Rasululloh kasbidan chiqib ketgan edi. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Mana shu oyatlarni o'qidi Rasululloh. Eshikni ochib chiqdi tunda, lekin eshikda turganlarning birortasi ko'z ko'rgani yo'q. Rasululloh shuni o'tib ketar ekan, ularni masxara qilganda yerdan bir siqimdan qumni olib, ana shu hammattasini boshiga bir siqimdan qumni qo'yib o'tib ketgan edi. Tong otdi, Quraysh Rasulullohni hamroh Abu Bakr bilan Makka dan chiqib kelganligini eshitib dahshatga tushdi. Va butun yo'lga Makka bilan Madina yo'lidagi bo'lgan barcha yo'llarga, qabilalarga, elchilarga xabarlar yetkazishdi. Muhammadning tirigiga yoki o'ligiga 100 ta tuya mukofot va'da qilindi. Bu e'lonni qildi. Quraysh o'zi ham Makka bilan Madina o'rtasida tezlik bilan istiqbollarni quvib, o'zlari istashni boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madina shimolda bo'lsa, o'zi janubga qarab yurdi. Bu Rasulullohning qilgan bir hiylasi edi. Chunki Qurayshning istashlik tarafi albatta Madina tomonida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga teskari tomonga Savr g'origa bordi va hamrohi bilan berkinib 3 kun o'tirdi. Qurayshning istiqbollari istab payg'ambarimiz va Abu Bakrning izini topdi. Izlar Savr g'origa qarab kelib ketganligini ko'rdi. Kelishdida Muhammad mana shu joyga kelgan dedi. Shunda Umayyah ibn Halaf masxara qilib aytdiki, "Ha bu g'orda og'zida turgan o'rgimchakni uyini Muhammad tug'ilgandan beri bor shekilli. Muhammad tug'ilmasdan buni qurganga o'xshaydi. Agar Muhammad kelsa o'rgimchak uyi buzilmasmi?" dedi. Vaholanki ularning oyoqlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr Siddiq ko'rib turar edi. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu yig'lay boshladi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nimaga yig'layapsiz deb so'raganda, "Ya Rasululloh, men o'zim uchun yig'lamayapman. Sizga bir yomon narsa yetkazib qo'yishidan qo'rqib yig'layapman." Abu Bakr Siddiq Rasululloh ko'niga taskin berib, "Ya Abu Bakr, hargiz qayg'uga botmang, Alloh biz bilan" dedi.
Shunda Alloh subhanahu va taolo Abu Bakrning qalbiga taskin, sakina tushirdi va u zot ularning oyoqlariga qarar ekan, ularning gaplarini eshitib turardi. "Yo Rasululloh" dedi. "Agar oyog'ini tagiga qaraganda bizni ko'rishardi-ya" dedi. Shunda Rasululloh tamomiy ishonch bilan, Allohning va'dasiga bo'lgan suyanish bilan, "Ey Abu Bakr, 3-she'rga Alloh bo'lgan ikkita odam haqida nima deysiz? Alloh siz bilan birga bo'lsa, sizga nima musibat yetadi? Agar ular qarashmas, ichkariga qarab kirganini ham ko'rmasdi-yu, xuddi Rasululloh chiqib ketganini ko'rmagandek. Bu mo'minning Allohning va'dasiga bo'lgan ishonchi, taqvosi, tavakkuli." Abu Jahl aytdi: "Muhammad hozir biz gapimizni eshitib ham turibdi. Kerak bo'lsa bizni qilayotgan ishimizni ko'rib ham turibdi. Faqat uni sehri kuchliligidan biz uni ko'rmayapmiz" dedi. Har qancha harakat qilmasin, Quraysh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hamroh Abu Bakrni topa olmadi. Abu Bakr ning qizi Asmo bint Abu Bakrning oldiga Abu Jahl keldi. "Otang qani?" dedi. "Bilmayman" dedi. Bir shapaloq urdi, Asmoni yerga yiqitib qo'ydi. Keyin ayol kishini urganligidan o'zi hijolat bo'ldi, chiqib ketdi. Quraysh o'zi istab tuta olmadi. Butun arab qabilalariga mana shu e'lonni qildi. Suraqat ibn Malik roziyallohu anhu o'zini hamrohlari bilan o'zini qabilasida o'tirgan paytda Qurayshning elchilaridan bittasi kelib, yuqorida aytilgan va'dani, mukofotni e'lon qildi. Shunda e'lonni eshitdi, Suraqa 100 ta tuya tamasiga kirib qoldi. Qanaqa qilsamikin dedi, lekin o'zini bosdi, yonidagi odamlarga bildirib qo'ymaslik uchun. Shu e'lon bo'ldi, ozgina suhbatlashib o'tirgandan keyin boshqa bir kishi keldi-da shu majlisga. "O, falon joyda 3 ta odamni ko'rdim" dedi. "Menimcha shu Muhammad bilan Abu Bakr va ularning yo'lboshchi bo'lsa kerak" dedi. Suraqa shap gapni boshqa yoqqa burdi-da, "Yo, bu falonchilar tuya sadashib qopti. O'shalarni istab yuribdi, men ularni bilaman" dedi. Gapni boshqa yoqqa burdi. Haligi xabarni ko'tarib kelgan odam "Mana shunaqa bo'lsa kerak" deb qo'ydi-yu, gap boshqa mavzuga ko'chgandan keyin Suraqa sekin o'rnidan turdi. Uyiga shoshilgancha borib turib, xizmatkorga aytdi: "Otimni tayyorla, qurollarimni tayyorla va hovlining orqa tomonidan olib chiq. Biroq meni bunaqa bir tayyorgarlik ko'rgan holda chiqqanimni ko'rmasin. Toki hech kim menga sherik bo'lmasin." Suraqa barcha bir harb jang liboslarini kiydi, otini mindi, oti ham ana shu eng asl sara otlardan edi. Suraqat ibn Malik o'sa nihoyatda baland bo'yli, qomati kelishgan, kuchli jangchilardan, kuchli isquvorlardan edi. Tezlik bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sherigi bilan ketayotganligini topdi. Ularga yaqinlashib, kamon otadigan darajada yaqin bo'lganda ko'zini oldida bir tutun paydo bo'ldi. Oti va o'zini ko'zida tutun paydo bo'ldi, yurishlikka qiylanib qoldi. Bu ustiga yetmagandek, otini oyog'i oyoqlari yerga botib qoldi. Go'yoki temir mix bilan qoqib qo'yilgandek. Bu payg'ambarimizni ko'rgunga qadar choptirib otib ketayotganda ot to'xtaydi, bir marta otdan yiqilib tushadi. Hayron bo'ladi. Nima bo'ldi menga? Hali biror marta otdan yiqilmagan bo'ladi Suraqat ibn Malik. Bu yaxshi emas deydi. Bu yaxshilikning belgisi emas deydi. Otini minib yana davom etadi, ikkinchi marta yiqiladi. Bu yaxshi emas deydi. Bu haligi irim deb qo'yamiz-ku, shumlanishni boshlaydi. Orqaga qaytadi otini burib. Keyin 100 ta tuya ya deydi-da, shab yoqqa soladi yana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan paytda boyaga tutun paydo bo'ldi va ikkala oyog'ini otini oyog'i yerga botib qoldi. Har qancha harakat qildi, chiqara olmadi. Shunda Suraqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qarab turib, "Sizlar Robbiylarga duo qilinglar, meni qo'yib yuborsin, men sizlarga yomonlik yetkazmayman" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday qo'li bilan ishora qildi, otning oyog'i qumdan chiqdi. Otini buryapti, yana boyga 100 ta tuya tamasi, yana burdi. Yana ozgina yurgandan keyin yana botib qoldi Rasulullohning ishorasi bilan. Shunda aytdi: "Muhammad, meni qo'yib yubor" dedi. "Men qurollarimni, hamma oziq-ovqatimni, zodimni senga beraman" dedi. Yana qaytib ketayotib, kim orqadan quvib kelsa qaytarishi va'dasini ham beraman dedi. Endi o'zi omonlik so'rayapti. O'ldirib yoki tiriklarni olib borib tuyani olaman deyotgan odam o'zi omonlik so'rayapti. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Seni zoding u qurollasdan kerak emas. Tashqariga tan bizni orqamizdan quvib kelayotgan odamlarni orqaga qaytarsang kifoya" dedi. Otini burib qaytar ekan, ularni oldiga kelishlikka ruxsat so'radi. Rasululloh ruxsat berdi, keldi. Aytdi: "Ey Muhammad" dedi. "Men" dedi, "seni diningni zohir bo'lishligini bilaman. Seni ishing arablar o'rtasida yuksalishligini bilaman. Ana shu yuksalgan paytingda, mulking kengaygan paytingda
Seni oldingga borsam, menga bir ikrom, hurmat ko'rsatishligingni yozib bermaysanmi dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrga buyurdi, bir ozgina bir suyedi parchasiga Abu Bakr yozib berdi. Suyeni olar ekan, qaytib ketayotganda Rasulullohga qarab turib, yurtidan quvg'in bo'lgan kishi, boshiga 100 ta tuya tirigi o'riga tikilgan kishi, Allohning va'dasiga bo'lgan iymonni ishonchi ko'ringki, ey Suroqa, Kisroni bilay uzuylarini taqsang senga qanday yarasharkin dedi. Suroqa qatib qoldi. Kisro ibn Hurmuz nima dedi? O'sha davrdagi ikkita katta imperiyaning imperatorini Kisro ibn Hurmuzni bilay uzuyini aytyapsanmi dedi. Ha dedi. Kisroni bilay uzuylarini taqqaningda senga qanday yarasharkin dedi. Suroqa ibn Malik siz bilan bizga o'xshab hayron bo'ldi. O'zi yurtidan quvg'in bo'lgan, orqasidan istiqbollar quvib kelayotgan, tirigi o'ligi 100 ta tuya tikilgan kishini bergan va'dasi. Suroqa orqaga qaytdi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan o'rtasida bo'lib o'tgan ishni yashirdi. To Rasululloh Madinaga islomga yetib olganligini bilgandan keyin o'zini qavmiga aytib berdi. Orqasidan bordim, menday ishlar bo'ldi, lekin xat haqida hech narsa demadi. Abu Jahl keldi va Suroqani malomat qilishni boshladi. Qo'rqoqlikda, jur'atsizlikda, azm qaroslikda aybladi. Kunlar o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkani fath qilgani keldi. Makkani fath qildi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytayotgan paytda Makkadan Suroqat ibn Malik Rasulullohning huzuriga keldida va u zotni Makka va Toyif o'rtasidagi bir joyda topdi. Jiyaron degan joyda topdi-da, oldiga bormoqchi bo'lgan paytda sahobalar nayzalarini ko'klari bilan urib, orqalari bilan uni so'kib haydashardi. Yo'qol naryoqqa mushrik, yo'qol. Shunda sizlarning payg'ambaringizlardan menda qog'oz bor, menda qog'oz bor dedi-da, oradan necha yillar o'tib ketdi. Rasulullohning oldiga bordi. Ya Rasululloh, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh. Iymon keltirdi va xatni ko'rsatdi. Rasululloh oldi vafo qiladigan, ahdga vafo qiladigan, so'zlar bajariladigan kun, katta hurmat, izzat, ikromlarni ko'rsatdi. Suroqat ibn Malik payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan uchrashgandan keyin ozgina bir necha oylar o'tgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rafiqul A'loga safar qildi. Suroqa juda qattiq qayg'uga botdi. Va ana shu davrda Rasulullohning orqasidan 100 ta tuyani mukofoti ta'masida quvib borganidan qattiq pushaymon bo'ldi. Endi bo'lsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni 100 ta va'da qilingan tuyasi mushriklarda payg'ambarimizning tirnog'ini chekasiga arzimay qolgandi u uchun. Va juda ko'p qaytarib yurardi. Ey Suroqa, bilay uzuylarda taqsing senga qanday yarashar ekan? Qanday yarashar ekan degan Rasulullohning unga xossatan aytgan gapini juda ko'p qaytarib yurardi. Kunlar o'tgan kunlar o'tdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Forsga qo'shin tortdi. Musulmonlar muzaffarona yurishlarini davom etkizdi. Qal'a ketidan qal'a, shahar ketidan shahar musulmonga taslim bo'ldi. To Sa'd ibn Abi Waqqas boshchiligidagi musulmon lashkari Qodisiyada forslarni mag'lubiyatga uchratdi. Juda katta o'lja tushdi. Juda katta o'lja tushdi. Sa'd ibn Abi Waqqasning elchisi Umar ibn Xattobga ana shu tushgan o'ljalarni olib Xushxabar bilan yetib keldi. Umar ibn Xattobning oldiga o'ljalar qo'yildi. Bu o'ljalar ichida Kisroni olmos gavhar bilan bezalgan toji bor edi. Uni qimmatbaho zeb-ziynatli kiyimlari bor edi. Uni gavharlari bor edi va Rasululloh va'da qilgan bileziklari bor edi. Umar ibn Xattob qo'liga mana shu xazinani olar ekan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr bilan Makkadan qochib ketayotgan davrni esladi. Suroqani chaqirdi. "Ey Suroqa" dedi, "Beri kel" dedi. Umar ibn Xattob bu xazinalarda tushganligini va musulmonlarning iffat bilan 5 dan birini jo'natib yuborganligini ko'rib turib yig'ladi. Xazinaning ichida birodarlar kitoblarda keladi, tarix kitoblarida 30 metrga 30 metrlik bitta butun gilam tushar ekan. 900 yillik bitta gilam. Qadmon-matoho oltin gavhar bilan bezalgan. Shuni yumaloq qilib bitta karvon qilib olib kelganligidan Hazrat Umar ko'radida, bo'lib olsa musulmonlarning haqqi edi, o'ljasi edi. Lekin musulmonlarning iffatini ko'rib turib Hazrat Umar yig'laydi. Ali ibn Abi Talib aytadi: "Ya Amiral Mu'minin, siz iffatli bo'ldingiz, qo'l ostingizdagilar iffatli bo'ldi.
Agar siz yeydigan ta'magir bo'lganingizda, qo'l ostidagilaridan ta'magir bo'ladi dedi. Faruq roziyallohu anhu Kisroni Suroqat ibn Malikni chaqirdi. Kisroni tojini kiygizdi boshiga. Liboslarni kiygizdi va bilak uzugini berganda hamma sahobalar yig'lashdi. Chunki kecha yaqinda Rasulullohning boshiga 100 ta tuya tikilganda, orqasidan quvib borgan kishiga Rasulullohning va'dasi haq ekanligini Umar ibn Xattob hammaga ko'rsatgan holda qo'llariga taqib qo'ydi. Bu ajablanadigan joyi yo'q. Chunki intansurulloha yansurkum dedi Alloh taolo. Agar sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi. Qadamlaringizni sobit qiladi deydi. Bu kishilar Rasulullohning va'dasiga ishongan edi. Bu kishilar Rasulullohdan keyin mana shunday narsalarga yetishdi. Bu kishilar dunyoga qul bo'lmagan edi. Yo'qligida, mashaqqatligida, azobligida kurashdi, bergan aziyatlari bo'layotganda, taqvoda, iymonda, taqvoda turishdi, keyin Alloh taolo dunyoda to'kib tashladi yaqindagiga bularni. Vaholanki bu narsadan ular balaq turishdi. Yo'g'ida ham ular rozi edi hayotiga, borida ham rozi edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Kisroni bilazuylarini so'roq aytaqanda musulmonlar yig'lagan holda xursandchilik bilan Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb takbir aytishardi. So'ngra Umar ibn Xattob osmonga qarab aytdi: "Parvardigoro, bu dunyoni Muhammad alayhisolamga bermading. Vaholanki mendan ko'ra senga mahbubroq edi ham, hurmat ham baland edi. Parvardigoro, mendan senga yaqinroq bo'lgan, mendan ko'ra yaxshiroq bo'lgan Abu Bakrga ham bermading, endi menga berib qo'yding. Meni bu narsa bilan fitnalantirib qo'ymagan. Parvardigoro, o'zing rioyatingda saqlagan makringni omonda saqlagin" dedi. So'ngra mana shu majlisdan turmasdan butun mashiga tushgan o'ljalarni musulmonlarga tarqatib berdi. Bizlarni ishonaveraylik. Suroqat ibn Malik qochib ketayotgan kishining va'dasiga ishondi, payg'ambarimiz va'dasi haqida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayapti hadislarda, qalbingizda Allohga bo'shatib qo'yinglar. Alloh taolo qalbingizga to'g'izib qo'yadi boylikni. Qo'lingizdan faqirlikni ketkazadi deyapti. Nimaga biz ishona olmaymiz? Nimaga biz ishona olmaymiz? Bizga duolarimiz ijobat bo'lishini kechikayotganligi, mushkullarimiz tugamayotganligi, yetishmovchilik tiqilayotganligini sababi bari biz Alloh va Rasulning va'dasiga talab darajasida ishonib suyana olmayapmiz. Alloh subhanahu va taolo taqvo qilib o'ziga suyanadigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va aqibatu lil muttaqin va salatu vassalamu ala khayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Usad ibn Hudayr roziyallohu anhu Makkadan kelgan da'vatchi yigit Usad ibn Huzayr roziyallohu anhu Yasrib